Mana qarang. Siz davcha, marojniy, ko'k sultonni qo'shyapsiz o'zi. Вообще qo'shib yesam qanaqa qaraysiz shu narsaga? Qani? Davchani olamiz, marojnini olamiz. Oh. Klubnikov shokoladintami keldi? Yo'q, qanaqa marojniy bu? Вообще. Buni nomini o'z sizlarga aytaman. Little Mons. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Monsterning originali. Birga bir emas. Davcha, ko'k sulton, marojniy, klubnika, orqasidan monster qanaqa ketsa? Oxirida kasal bo'lsam o'zingiz javob berasiz. Bo'ldi, tamam. Energetikning jinnilari uchun originali. Shuncha mahsulotlarni hammasini Kopilka do'konidan kelib, hammasini meni nomimdan kelsalaringiz sizlarga skidka qilib beradilar. Davchani ham, marojnini ham, ko'k sultonni ham hammasini Kopilka do'konidan topishlaringiz mumkin. Tamiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Qizlar, yigitlaringizga aytasizlar, ana lekin marojnidan sevsa olib beradi. sevsa olib beradi. Bir marta bo'lsa ham yeb ko'ringlar lekin. Davcha so'raganlar uchun bu davcha emas bu. Bu neobычный ko'k sultonmi davcha? Именно такие aytganimdek o'sha ta'mni beradi. Именно Kopilka supermarket Buxoro Severnida joylashgan. Severnida joylashgan. Ana shu qiz pastdan shuni videolarga chiqib yuriydi. Hozirni Kelaverasizlar. 1.300.000 so'mlik narsa yeb ketibdi. Arziyman-ku Kamron aka. O'zlaringiz keyin meni atmetka qilib qoldiringlar-da, sizni videoyingizdan kelib, shu marojnini yeb ko'rdik yoki-da davchani, yo shu ichimlikni, ko'k sultonni kutib qolaman. Riya yo'qmisiz? Yo'q.